Sizlar bilan yana men Selli. Bu videoda biz mana shu joyda survival qilamiz. Salomlashing Abdulloh. Salom, mening ismim Abdulloh. Bo'lmasam videoni boshladik. Hozir bo'lmasam ketdik. Endi Abdulloh yuring. Mana yerda men qurib olganman. Mana shu yerda o'ynab turdim. Voy o'ldim. Hozir o'lib qoldim. Mana qani chiqishni bosib yuboribman. Mana shunga endi qansiz endi siz? Yo'qolib qoldim. Yo'qolib qoldingiz? Pastga tushib ketdim. Bo'lmasam mayda narsalarim bor edi. Hozir mana shu narsalarni olib bunaqa qilamiz endi. Mana mayda Daraxt topaymi? Sizmi? Mana daraxt Turdim. Men uni buzib yubormay. Bu plyam. Hozir sizlarga bitta obzor qilib beraman. Mayda daraxt bor-ku Abdulloh. Mayda o'zim daraxt o'stirganman. Mana shu yerdan olamiz. Bu yerda qiynalib nima qilamiz? Mana mayda men daraxtda uy qurganman. Daraxtda moblar o'ltirib yubormaydi deb mayda anaqam bor. O'zim maydadan tushib yuboraman. Rosa ko'p zina qurganman men. Bu yerda birinchi zinam, endi ikkinchi zinamni ko'rsataman hozir mana. Ikkinchisini. Sizlarga yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qo'ying. Endi hozir tosh topib kelaylik. Tosh kovlab kelaylik. Katta. Voy, zombi mana. Keling. Mana tep Yonimga keling. Shunga etdan tushmaydi. Nima bo'ldi? Oho, yarimta jon qopti Abdullohda. Tarvuz qatdiydi. Hozircha tosh kovlab olib, sizlarni videoga qaytaraman yana. Hozir biz tepaga chiqib oldik chunki yomg'ir quyib yubordi. Ham zombi, bunga shunaqa narsalardan paydo bo'lib ketyapti. Manaqlardami, qaqdami? Endirmay. Uni ko'rib turgan bo'lsalar, mana mayda daraxt turibdi. Endi qattiqda muzlar kerak. Bizda kravat yo'q, chunki biz qo'yni junini topolmadik. Endi erta tushsa topamiz. Bu g'orlar bor ekan. Uniki g'or qo'ydim, g'orcha meniki. U tovuq kelib turgan joyga. Uniki tarvuzam bor ekan, shu tarvuzni chopish kerak edi. Endi yorug' chiqqanda hammasini qilib tashlaymiz. U yorug' qiladigan narsa bor ekan-ku Abdulloh. Ashuni olib kelish kerak edi. Ash yorug' qiladigan narsa bilan yorug'cha bo'ladi ham yo'qdi. Endi yorug' qiladimikin o'zi? Yana bilmadim. Ana yomg'ir ham tindi. Endi jicha turish kerak. Yarim. Qani oy? Ona yarim. Yarim. Yo'q. Mana shu yerdan suvga sakrasa bo'ladi-da. Abdulloh, mayga bitta qo'ying, mayga. Mayga bitta qo'ying, mayga. Ha. To'xting, men o'zim quraman bu yoqlarni. Mash daraxtni ham chopib olish kerak endi. Hozir mashitlarda uy quramiz. Bu yoqlar anaqa bo'ladi, daraxt o'sadigan joy. Manalar uy bo'ladi. Mashaqqa uy qursak. Biz uyimiz aynan tepada bo'lishi shart. Chunki pastda uy qursak moblar paydo bo'lib ketadi. Endi mayda hozir qachcha qilibdi Abdulloh? Minitrlarni ham qo'yamiz. Mayga ham qo'yamiz. Mayga qo'ysak tugadi. Endi daraxtlarda o'sishini kutish kerak. Chunki minitrlarda daraxtlar yo'q. O'smagan hali. 3 tami, 4 tami daraxt o'sib xolos o'zi. Mayga nima qo'yib qo'ydingmi uni? Yo'q. Bekka anaqa qo'yamiz, nima edi? Hadiga. Panjara qo'yamiz. Mana panjara qo'yamiz. Bitta sal kattaroq qilish kerak, Abdulloh. Pastga tushib ketdi shuncha. Qachon Metroda to'ldirib turish kerak bular bilan. Menga ham qo'yish kerak. Men o'tga mana, buni qarang. Bu ana. Bu endermenni ko'ziga qarab, shuni o'ldirish kerak edi. Lekin oddiy Minecraftda tushmaydi endermenni ko'zi. Mashitlarda zombi. Men endi qanday chiqaman bu yerdan? Yorug' tushganda chiqishim kerak endi. Chunki mashitda qolib ketaman endi. Chunki pastda zombilar bo'lishi mumkin. Ham qanday tushaman pastga? Ha bo'ldi, topildi yo'l.
Ana ketdim men. Kim pastga? Men ham tushyapman. To'xtang, tushmang. U yoqda anaqa bor edi, nima deydi? Haligi o'rgamchilar bor edi. O'rgamchi yoqda to'lib yotibdi. Endi yorug' tushganda hamma ishni qilib tashlaymiz. Bo'ling chiqing Abdulloh. Qayerga? Tepaga. Hozir. Chiqdim. Endi yorug' tushganda videoni yoqaman. Mashina sindiribdi. Fotodan Hozir endi biz ovqatni ko'paytirishimiz kerak. Chunki anaqa pastga tushib jonimiz kam. Hozir tarvuz topish kerak edi, tarvuz. Matutu. Desam keladimi? Tepada qanday Voy. Temir chiqib qoldi. Omadim keldi-da. Bitta keldi. Lekin 3 ta ekan. 3 ta dona. Ko'mir ham bor ekan lekin. Ham ko'mir oldim, ham temir oldim bitta. Endi qayerdan chiqsam bo'ladi men yerdan. Ko'mir chiqib ketaverman. Boshqa yerda temir yo'qmikan? Hozir bitta ko'mir bormi? Ko'mir. Men yerda ko'mir ko'rganda bo'ldim-da, obunachilar. Ha, bo'ldi mana. Lekin bu ko'mir emas, temir. Bitta lekin ko'p ekan. Mesh temirlarni olib kirib kelyapti shekilli menimcha. Agar kirib portlab ketsa alam qiladi. Bu yoqqa qanday olib chiqaman, tabi? Nima? Tovuqdim. Ha? Shotidan qanday olib chiqaman? Shotidan o'zi chiqaradi va chiqolmaydi endi. Bo'ldi. Chiqishni bilmaydi. 11 ta temir bilan chiqdim mana shu yerdan. Tovuq keldi. Voy, tovuq ketib bo'ldi. Voy, qonim ochilgidan yugura olmay qoldim. Va endi olib chiqdim mana. Mana uni o'chirguncha ketdi. Plan paya quraman hozir. Zina paya. Hozir endi biz yana jicha survival qilib videoni yoqib. Hozir biz bitta kunda otsam men 4 ta jo'ja chiqdi, bittasi pastga tushib ketib qoldi. Qaranglar, tirik qolganini uni. Yuribdi, qani? Qachon ketib qoldi ular? Ular tirik qolibdi-da, u qanday tirik qolibdi balanddan tushib. Balanddan men tushib o'yladim. Ular bo'lsa tirik qolibdi. Qanday bo'lishi mumkin bu? Biz mana shu katta qilyapmiz. Anavi boru, nima? Mundaqa boru, mashinadan qilyapmiz endi. Chunki ana panjaraga qiyin bo'lib ketar ekan. Ovqat kerak. Ovqat? Ashi meni ham ovqatim kam. 3 ta tarvuzda olib qo'ydim. Kelingda menda zo'r g'oya bor. Qarani tovuq. Mana ekan. Keling, narsalaringiz ashitda chachilib ketadi. Menda zo'r g'oya bor. Kelingda. Hozir sizlar g'oyamni ko'rib hayron qolasizlar. Mana endi qaranglar. Hozir mashinada-ku. Inventarimda yo'q. Hech narsa yo'q. Endi hozir ideyamni ko'ryapsizlar. Mana. Ana. Nima? O'ldim.